Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, barchalarga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilagan holatda Tunikafon baza jamoasi Asaka tumani Dasturxonchi mahallasida yana bir go'zal ishini chiroyli holatda yakunlab bermoqda. Do'stlar, barcha rasxotlar ichida hozirda vodiy bo'ylab 135 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bu yerga 1400 dollarga barcha rasxotlar ichida tunikafonlarimizni qilib berganmiz. Siz xohlagan ranglarda, siz xohlagan dizaynda uyingizga yarashadigan fasollarni taklif etib qolamiz. Arzon narxlarda albatta sifatli tunikafonlarni qilib beramiz do'stlar. Sizlardan talab qilinadigan narsa bir mahal abid xolos. Agar vodiydan bo'lsangiz bemalol murojaat qiling do'stlar. Uyingizga chiroyli fasondagi tunikafonlarni qilib beramiz. Do'stlar, ko'cha tomonlari hamda dorizaxonasi ichkari tomonlarini chiroyli holatda tunikafonlarni qilib berganmiz. Albatta bizning ishimiz sizga qiziq, ya'ni yoqayotgan bo'lsa, layklar bilan bizni poddeshga qilib qo'ying. Albatta kelgusi uy sizning uyingiz bo'lishi mumkin do'stlar. Bu yerga oq rangi bilan mokraydan foydalanganmiz. Do'pchalarga esa tilla rangli yulduzchali do'pchalardan qo'yib berganmiz do'stlar. O'zingizni ehtiyot qiling. Bayramni yaxshi o'tkazib olinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.